Hava o'rganamiz. Assalomu alaykum hurmatli murabbiylar. Tezroq natija qilishni xohlasangiz, har qanday bolani eng avvalo yo'nalishingizga qiziqishini uyg'otib olishdan ishni boshlang. Shogirdlarda qiziqish uyg'ota olgan murabbiy qiynalmasdan ishlaydi. Qiziqishi yo'q o'quvchiga 10 marta gapirasiz, qiziquvchan o'quvchiga yarimta gap yetarli bo'ladi. O'ziga vazifa qo'yib, o'zi bajarib ketaveradi. Imkon qadar shunaqa shogirdlarga yanada ko'proq e'tibor qaratish kerak deb hisoblayman. Nega deganda, bunaqa o'quvchilar tez o'sadi. Jamoangizda saviyasi juda baland darajadagi sportchining borligi qolgan shogirdlarning ham darajasi tezroq ko'tarilishiga xizmat qiladi. Jamoada sportchilarning darajasi bir-biriga yaqin bo'lishi bu jamoaning umumiy darajasi ko'tarilishiga olib keladi. Har bir murabbiy o'zi xohlagan yutuqlarga erishishini tilakdoshiman.